Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Samarqandda jahon kriminologiyasining ilg'or tajribalari mavzusida 2-chi xalqaro forum o'tkazildi. Malika Saidova tafsilotlar bilan tanishtiradi. Kriminologiya prognoz hamda jahon jinoyatchiligini o'rganish. Forumda turli mamlakatlar, politsiya idoralari va kriminologiya sohasidagi tadqiqot tashkilotlari bilan jinoyatchilikni chuqur va kompleks o'rganishga qaratilgan qo'shma tadqiqotlar olib borish, mintaqalar bo'yicha tahdidlarni baholash, xorijdan kirib kelishi mumkin bo'lgan jinoyatlar yuzasidan qo'shma protokollar ishlab chiqish, ekspertlarni o'qitish, ilmiy tadqiqot dasturlari va axborot almashinuvini yo'lga qo'yish maqsad qilingan. Bugungi forumning amaliy ahamiyati shundaki, kuzatib guvohi bo'lganimizdek, bugun jamiyatda jinoyat turlari o'zgarib, ularni sodir etish sharoitlari ham o'zgarib boryapti. Bugun aynan shu forumda ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurash va mana turli davlatlarning yetakchi ilmiy muassasalarida bu jarayonda to'plangan tajribalarni o'rganish, bizning mamlakatimizda aynan jinoyatchilikka qarshi kurash borasida, ayniqsa mahallalarda aholi xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlardagi ijobiy yutuqlarni ularga namoyish etish rejalashtirilgan. Qatnashchilarga Ichki ishlar vazirligi tomonidan Samarqand shahridagi mahalla yettiligining ish faoliyati, shuningdek, Ichki ishlar vazirligining turizm xavfsizligini ta'minlash hamda kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'linmalari faoliyati ham tanishtirildi. O'zbekistonda jinoyatchilikning oldini olish modeli haqida gap ketganda men doim BMTdagi hamda boshqa davlatlardagi barcha vakillarimizga aytamanki, O'zbekistonning profilaktik kriminalistika, jinoyatlarni oldini olish va ularning yuzaga kelishini bartaraf etish tizimi juda yuqori pog'onalarda turibdi. Chunki O'zbekiston jinoyatchilikning oldini olishda o'ziga xos unikal bir tizimdan, mahalla tizimidan foydalanadi. Bu tizim dunyoning eng yaxshi modellaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan grant va texnik ko'mak bo'yicha kelishuvlar ishlab chiqilib, ikki tomonlama xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida bir qator memorandumlar imzolandi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.